Mana shu holatda o'zi sovuq urgan buni. 3 kunlik holat mana shu sovuq urgan. Endi nisbatan yosh nihollarda kuzatilyapti bu. Namangan viloyati 3 tumanida Bodomzorga keldik. 5 gektarlik yer maydoni. Mana 2 kun sovuqligida mana o'zi yangi chiqargan barg uchidan chiqargan bo'ladi. O'zi mana sovuq ta'sir qilgan mana. Ba'zi bir yosh nihollarni sovuq urgan. Katta nihollar endi gullayotgan anaqalarga Xudoga shukr yaxshi. Guli 60-70% yerga to'kilgandan keyin o'sha yana bir hafta 10 kunga to'g'ri keladi bu. Keyin sepishni boshlaymiz. Vala 77, Bigus, Ifon-Mis Ultra preparatlarimiz bor. Shulardan aralashtirib holatiga qarab beramiz. Ustida turib septiramiz inshaalloh. Issiq sovuq stressdan kuchaytiradi. Meva yetila olmayotgan sovuq urgan anaqalarni tezlashtirib beradi. O'sha 4 kun 5 kunda o'sha bu bak chiqarishni boshladi. Bagi orqali berilganda tezroq ta'sir qiladi, o'ziga oladi, xudo xolasa.